Assalomu alaykum, Viagomo Siyakot kanali a'zolari hamda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 13-mart hafta kuniga juma. Xo'sh, Viagomo bir tonna Viagomo olib ketgani kelishgan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan. Gulchi akalarimiz kelishgan, o'zlari Viagomosni ko'rib, holatini olib ketishmoqchi. Xo'sh, mana yuklab bo'ldik. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumaniga. Akalarimiz o'zlari kelib olib ketishyapti. Ekran ostida raqam qoldiramiz. Viagomo kerak bo'lganlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bizda hali объем serob. Bu yerda ayollar cho'lchang terishyapti. Cho'lchangga ham zakasimiz bor edi. Videoga like bosing. Izohlarda fikringizni qoldiring. Hammaga rahmat.